Assalomu alaykum aziz talabalar, ilmga chanqoq yoshlar va bizni YouTube orqali kuzatayotgan a'zolarimiz, umuman olganda kasbiy nutq madaniyatiga qiziquvchi barchaga xayrli kun tilayman. Sizlar bilan navbatdagi dars mashg'ulotimizni boshlaymiz. O'sha salomdan boshladikki, bilasiz, ertaklarda gar saloming bo'lmaganda ikki yamlab yutardim deydi. Umuman salom albatta muloqotning bu boshlanishi va salom va xayr oralig'idagi bo'layotgan jarayonlarda biz har doim qoidalarga amal qilgan holda o'rganganlarimizni amaliyotda qo'llaymiz. Bugun ham mana shu darsimiz davomida sizlar bilan yangi bilimlarni berib borishga harakat qilamiz. Mavzuimiz bilan tanishib olasiz. Kasbiy nutqda muloqot qoidalari va standartlari. Kasbiy nutqda muloqot qoidalari va standartlari mavzusidagi reja bilan tanishib olasiz. Kasbiy nutq tushunchasi, uning ahamiyati. Birinchisi, ikkinchisi muloqot qoidalari va ularning ahamiyati deb yuritiladi. Uchinchisi, kasbiy muloqot standartlari. To'rtinchisi, kasbiy muloqot etika va axloq va oxirgi beshinchisi, kasbiy muloqotning muhim ko'nikmalari. Adabiyotlar bilan tanishib olishingiz mumkin. 5 ta adabiyot va elektron resursni ham keltirdik. Bundan tashqari yana biz o'tgan darslarda ham sizga ingliz, rus, o'zbek tilidagi yoki elektron platformalardagi ilmiy manbalarni, badiiy manbalarni ham tanishtirganmiz. Axloq fani o'zi nima? Axloq, odob o'sha qadimiy maqollalarimizda ham, rivoyatlarda ham axloqning asosiy mezon ekanligi qayd etiladi. Masalan, bola aziz, odobi undan aziz yoki o'sha axloq bu barcha ezgu sifatlarning yig'indisi sifatida ham bizda o'sha bolalikdan tarbiya berganda, oilada, ota-onamiz yoki maktabgacha ta'limda, bog'chada tarbiyachimiz bo'ladimi, maktabdagi muallimlarimiz bo'ladimi, har doim axloqli bo'lish, bu o'sha sharqona tarbiyani yoki o'ziga xoslikning ifodasi ekanligini, odam axloqi bilan ulug'lanishi haqida ko'p va xo'p bizga ma'lumotlar berishgan va o'zlarini bilimlari bilan o'rtoqlashgan. Axloq fani rivoji bo'yicha o'sha 13-asrda Ibn Arabiy bo'ladimi yoki Qalandariy bo'ladimi, Husayn Voz Koshfiy bo'ladimi, o'sha mashhur olimlardan yoki Podshohxo'ja Abdulvahob xo'janing Gulzor va Miftohul Adli, Abdurahmon ibn Abdukarimning Hakim Qoniy, Abu Tohir xo'ja va bir qator Navoiy hazratlari, Bobur, Sadiy Shiroziy bo'ladimi, Bedil bo'ladimi yoki o'sha Nasimiy bo'ladimi, siz bilgan va o'sha o'qigan ijodkorlarning asarida axloqning qaysidir ko'rinishlarini mutolaa qilgansiz. Bugun ham o'sha mavzumiz doirasida axloq bilan bog'liq bo'lgan kasbiy nutq etikasi, o'sha standartlari bilan bog'liq bilimlar bilan o'rtoqlashamiz. Kasbiy nutq madaniyatining asosiy prinsiplari. Bu birinchisi aniqlik, ikkinchisi tushunarlilik, uchinchisi lo'ndalik, mantiqiylik, navbatdagisi va oxirgisi ifodali nutq. Aniqlik, nutqdagi fikrlarning mazmunan aniq bo'lishi. Auditoriya saviyasi va ehtiyojlariga moslashish bu tushunarlilik bo'ladi. Lo'ndalik esa ortiqcha va keraksiz ma'lumotlardan qochish. Zarur o'sha fikrni, o'sha qaymog'ini berishingiz kerak. Mantiqiylik, fikrlar orasidagi izchillikni saqlash. Ya'ni ketma-ketlik bo'ladimi? Deylik, siz Amir Temur haqida gapirayotgan paytingizda, deylik, Jaloliddin Manguberdi haqida gapirsak, agar mavzu bizning ajdodlarimiz yoki biz hayotda kimlardan namuna olishimiz kerak, mana shu holat bilan bog'liq mavzular bo'lsa, mayli Temur Malik bo'ladimi, boshqa sarkardalar bilan uni ketma-ket yozsak bo'ladi. Lekin Amir Temur hayoti bilan yoki uning sarkardalik faoliyati bilan bog'liq matnda Amir Temurni o'zini ifodalagan maqsadga muvofiq bo'ladi. Ifodali nutq, ovozni boshqarish, intonatsiya va hissiy ifodaning qo'llanilishi. Ya'ni talaffuz va ovoz degan narsa bu albatta ikkalasi ham muhim nutq madaniyatida. Sizga tavsiyam shu bo'ladiki, Najot Nurning nutq laboratoriyasi bor, Abdukarim Mirzayevning tavsiyalari, o'sha YouTube platformasidagi bir qator darslari bo'ladimi,
yoki Muhammadali Shonqulov bo'ladimi? Bunday notiqlar juda ko'p. Ularni YouTube'dan yoki jonli darslaridan ham bahramand bo'lsangiz foydadan xoli bo'lmaydi. Kasbiy nutq odobi. Kasbiy nutq bu faqat o'sha tarbiyalanganlik darajasi bilan bir qatorda bizdagi nutqimizda qo'llanilayotgan jumlalar, masalan parazit pauzalar, parazit so'zlar bo'ladimi yoki o'sha nutqqa bog'liq bo'lgan qo'shtirnoq ichidagi so'zlar deylik, haqorat, laqablar, qarg'ishlar va hokazo. Adabiy nutqni bizning o'sha chiroyli ifoda etishimizda, xushmuomalaligimizda, insonlar bilan muloqotimizda bizga berilgan bahoning salbiylashishiga olib keladigan jumlalardan yoki fikrlardan qochishimiz kerak. Navbatdagisi ham o'sha kasbiy nutq bilan bog'liq izohga to'xtalamiz. Bu muayyan kasb yoki soha vakillari o'rtasida aniq maqsad bilan olib boriladigan muloqot shakli. Bu nutq orqali shaxs o'zini bilimini, tajribasini boshqalarga yetkazadi va ayni damda o'zi qabul qilib olishi ham mumkin. Ikki tomon bor, axborot yetkazuvchi va qabul qiluvchi, buni yaxshi bilasiz. Kasbiy nutqning asosiy maqsadi o'zaro aloqa jarayonida muammolarni hal qilish va kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishdan iborat. Oldingi darslarda ham aytganmizki, kasbiy nutqda umuman nutqiy jarayonda yozma yoki og'zaki bo'ladimi? Mavzu, maqsad, ifoda yo'sini, xulosa bo'lishi mumkin, o'sha davomiylik, reglament va boshqa bir qator o'zini qoidalari mavjud. Ijtimoiy muhitda kasbiy munosabatlarni rivojlantirish va ko'nikmalarni mustahkamlash uchun zarur vosita hisoblanadi. Kasbiy nutqning ahamiyati va muloqot qoidalari ularning ahamiyati nimadan iborat? Muloqotda muhim ahamiyatga ega bo'lgan qoidalardan biri o'zaro hurmatdir. Albatta, birinchi qoida bu hurmat hisoblanadi. Kichkina bo'ladimi sizning suhbatdoshingiz, yoshi katta bo'ladimi? Bizda har doim izzat va hurmat tushunchasi birinchi o'rinda turgan. Bu ayniqsa kasbiy muloqotda o'zaro tushunish va hurmatni saqlash uchun zarurdir. Ochiqlik, halollik va samimiylik muloqot qoidalarining asosiy jihatlari hisoblanadi. Bu xususiyatlar ishonchli va samarali munosabatlarni o'rnatish imkonini beradi. Til bilish ham muhim va o'sha xalqni tilidan foydalangan holda uning madaniyatini o'rgansak va o'sha til orqali ifoda etilayotgan paytda madaniy tushunchalarni ham inobatga olishingiz zarur. Kasbiy muloqot standartlari. Bu standartlarga albatta tashqi ko'rinish, ya'ni kiyim-kechaklar yoki umuman tashqi aksessuarlar deymiz, imo-ishoralar, jestlar, kinesika, tana tili juda muhim o'rin tutadi. Sababi to'g'ri, kiyimga qarab baho beradi odamlar deymiz, lekin kiyinish bu deylik, masalan, rasmiy kiyinish deymiz yoki tadbirlarda, to'y bazmlarda, qanaqadir marosimlarda biz kiyinishga albatta ahamiyat berishimiz kerak. Uning rangiga, shakliga, o'lchamiga va hokazo. Ya'ni mentallikka xoslanganligiga bir qator omillarni inobatga olgan holda biz albatta kiyinishga e'tibor berishimiz va xatti-harakatlarimizda, gapirayotgan paytimizda imo-ishoralarning maqsadli va o'rinli ifodalanishiga ahamiyat berishimiz kerak. Ya'ni ko'p imo-ishoralar ham bu nutqda salbiy oqibatlar olib kelishi mumkin. Deylik, qo'llarni ko'p harakat qildirishingiz yoki boshingizni ko'p harakat qildirishingiz. Lekin bir joyda turish ham bo'lmaydi. Imo-ishoralar ham muhim. O'rni bilan asalni oshirin degandek o'sha me'yorda bo'lish kerak. Tana tili, kinesika ham juda muhim. O'sha Suyun Karimov ustozni o'sha biz o'tgan darslarda ham aytganmiz sizlarga. Nutq madaniyati bilan bog'liq, mutolaa san'ati bilan bog'liq monografiyasida aytadiki, inson ko'zini ma'lum bir muddatda, deylik 15 soniya deymiz yoki 1 daqiqa davomida pirpiratmasdan, ochib yummasdan turishi juda qiyin. To'g'ri, masalan, kompyuter ekrani bo'lishi mumkin yoki umuman nur chiqarayotgan televizor bo'ladimi, telefon ekrani bo'ladimi, unga tikilib turganingizda albatta ko'zning harakatlari jonli muloqotga nisbatan harakatlari sustlashadi. Va bundan tashqari imo-ishoralarning 2666 ta holati mavjudligi qayd etiladi. Misol uchun o'sha telefondagi emojilar bo'ladimi yoki stikerlar bo'ladimi? 3000 ga yaqin stikerlar borligi
qayd etiladi. O'sha Facebook, Instagram yoki Telegramda biz albatta qisqalik, soddalikka ahamiyat beryapmiz. Uzundan uzun jumlalar, gaplardan ko'ra bitta o'sha stiker jo'natamizki, unda bir qancha ma'nolar o'zida jamlangan bo'ladi. Xo'p, shu bilan birga til va nutq uslublari ham kasbiy muloqotning muhim tarkibiy qismlari hisoblanadi. Masalan, rasmiy yozishmalarda sodda va tushunarli ifodalar ishlatiladi. Yozishmalarda o'ta rasmiy va standartlarga mos bo'lishga e'tibor qaratish talab qilinadi. Shu o'rinda bir narsa aytishim kerakki, lekin masalan do'stlar davrasida siz o'tiribsiz, kafeda biror narsani buyurtma qildingiz, yegulikni yoki taom yoki shirinlik bo'ladimi? Do'stlar davrasida albatta assalomu alaykum hurmatli do'stim, siz tabingizga qarab nima buyurtma qilasiz? Men o'zim ixtiyor etgan taomni buyurtma etdim. Sizga ham tavsiya etaman degan rasmiylik albatta bu auditoriyada unchalik ham o'zini oqlamaydi. Yoki rasmiy doirada biz bachkanalik yoki o'sha muloqotga kirishayotgan paytimizda hazil-huzullardan ko'p foydalanishimiz ham bu rasmiy doirada o'zimizning hurmatimizni tushirishga olib keladi. Shuning uchun vaqt, o'sha adabiyotda bilasiz, makon va zamon degan tushunchada biz joyni, vaqtni, mavzuni va holatni, atmosferani yoki auditoriyani inobatga olishimiz kerak. Qanday holat bo'lyapti? Siz deylik marakaga borib janozaga qatnashayotgan paytingizda uning yaqinlariga hamdardlik bildirayotgan paytingizda albatta biz rasmiylik holatda o'sha jarayondan kelib chiqqan holda nutqni ifoda etamiz. Yoki to'yga borganingizda xomush o'tirsangiz, kimgadir kayfiyatini buzadigan so'zlar aytsangiz, albatta uning xursandchiligiga sherik bo'lish o'rniga uni ya'ni kayfiyatini tushirasiz. Shuning uchun gapni bilganga 1000 tanga, ish bilganga 1 tanga deb bejizga aytmaydi. Biz har doim vaqtni, joyini inobatga olishimiz kerak. Xo'p, kasbiy muloqotda mana etika va axloq tushunchalari ham etika, estetika bilan bog'liq jihatlar muhim ahamiyatga ega. Bu albatta ajralmas qismi hisoblanadi. Xo'p, bu qoidalar axborot almashinuvini oshirish va kasbiy obro'ni saqlashga xizmat qiladi. Kasbiy muloqotda maxfiylikka rioya qilish, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish kabi mas'uliyatlarni o'z ichiga oladi. Kasbiy muloqotning muhim ko'nikmalari. Kasbiy muloqotda tinglash ko'nikmasi alohida ahamiyatga ega. Albatta so'zlash bilan birga biz tinglashni ham bilishimiz kerak. Bu ham bir madaniyat, bu ham bir axloq me'yori hisoblanadi. Tinglash orqali o'sha muloqot jarayonida aniqlik va ishonch ortadi. Savollar berish va aniq javob qaytarish ham muloqotning samarali yuzaga kelishini ta'minlaydi. Nizolarni hal qilish ko'nikmasi esa hamkasblar bilan ishlashda katta rol o'ynaydi. Xo'p, kasbiy nutq madaniyatida muloqot qoidalari samarali aloqalar va o'sha obro' orttirish uchun muhim rol o'ynaydi. Kasbiy nutq nafaqat maqsadga erishishni, balki ijtimoiy va axloqiy normalarga rioya qilishni ham taqozo etadi. Bu qoidalar turli kasb egalari o'rtasidagi muloqotni tushunarli, samarali va professional darajada olib borish uchun muhimdir. Bu yerda o'sha 10 ga yaqin o'ziga xos xususiyatlarni aytdik. Mana aniqlik va ravonlik, o'zaro hurmat va etiket qoidalari, rasmiylik va norasmiylik chegaralariga rioya qilish va hokazo. Buni tanishib, o'zingiz daftaringizga zarur joylarni yozib, izohlarni ham qayd etib qo'yasiz. Sizga bu topshiriq. Mana shu har bir atama va jumlalarni izohini daftaringizga yozasiz. Izohli lug'atimizda ham o'sha me'yor tushunchasi o'lchov, asosiy o'lchov va andoza degan ma'nolarni ifodalaydi. Ojegovning fikricha ham me'yorga bu ijtimoiy jarayonda birga mavjud bo'lgan, bor bo'lgan, yagona paydo bo'lgan yoki o'tmishning kam ishlatiladigan til unsurlarini ifodalashi, o'sha til unsurlarini tanlashning natijasi sifatida shakllangan jamiyatning biz o'sha yashab turgan davrda xizmat qiladigan foydali til vositalari yig'indisi ekanligini qayd etadi. Shuningdek, me'yor muvozanat tushunchasi bor. Biz idishga suvni quyib oshirib yuborsak ham yoki me'yordan kam bo'lsa ham bo'lmaydi. Me'yor asosiy jihat nutq madaniyatida, umuman kasbiy nutq madaniyatida va muvozanatni ham saqlashimiz kerak. Mana umumiy me'yor bor, adabiy va xususiy me'yor bor. Mana shu me'yorlar kasbiy nutq madaniyatida ahamiyatli hisoblanadi. Xo'p, og'zaki adabiy normaning rivojlanishi ham 6 ta filologlar, tilshunos olimlardan tashqari xalq qiziqchilar, latifachilar, dostonchi, askiyachilar va ertakchi va xalq shoir baxshilarning ham o'rni juda yuqori. Xo'p, endi umumiy me'yor darajasidagi talablar bilan tanishib olishingiz mumkin.
Shuningdek, Galavinni ham til me'yoriga bergan tarifi bor. Galavin jadvalini siz yaxshi bilasiz. Til me'yoridagi tarifni ham o'rganasiz. Sizga o'tgan darslarda ham me'yorlar haqida aytib o'tgandik. 10 ta me'yor bor. Fonetik me'yor, leksisemantik so'z qo'llash bilan bog'liq me'yorlar, talaffuz me'yorlari, orfoepik me'yor va aksentologik urg'uning qo'llanilishi bilan bog'liq grammatik me'yor, so'z yasalishi me'yorlari, shuningdek imloviy me'yor, ya'ni to'g'ri yozish bilan bog'liq qoidalar va grafik me'yor, punktatsion me'yor va uslubiy me'yor. Mana shu 10 ta me'yorni albatta yaxshi o'rganishingiz zarur. Kerakli o'rinlarni konspekt qilasiz. Agar sizda savollar tug'ilsa, YouTube, Telegram va Facebookda ijtimoiy tarmoqlarda sahifalarimiz bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi darsga qadar uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.